O'rtoqlar, ish boshlashdan oldin haqiqiy mutaxassisni topib, o'sha odamni yoniga borib gaplashib, maslahatini olgan boshqa. U telefonda o'tirib olib, ag'ini ko'rib, bag'ini ko'rib, to'rt qator she'r yodlab olib turib, shoir bo'lib ketdim degan boshqa o'rtoqlar. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Kimda-kim uch sharoitda intensiv usulda baliq boqaman desa, ilon baliq tavsiya qilaman. Qolgan sazan, amur, oq baliq, cho'rni piyostira siz bilan menga emas o'rtoqlar. Uy sharoitida faqatgina ilonbosh balig'ini boqsangiz bo'laveradi. 7 yillik tajribadan o'tgan o'rtoqlar. Manzil Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashu shaharchasida. Ismim Ikromjon, tanigan bilganlarga kattakon salom o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan birgalikda ilonbosh haqida to'liq ma'lumotlarni yoritib boramiz. Kimda-kim qiziqadigan bo'lsa, kanalga obuna bo'linglar. Like podpiskalar ayamanglar o'rtoqlar. Xo'sh, bugun sizlar bilan birgalikda gaplashadigan balig'imiz uy sharoitida chidamli bo'lgan eng mazali, eng tez katta bo'ladigan baliq ilon baliq haqida gaplashamiz. Xo'sh, ilon baliqni qachondan boqamiz? Ilon baliqni o'rtoqlar mart-aprel oyidan tashlashni boshlaymiz. Havoni issiqligiga qarab. 6 oy boqamiz, 6 oydan keyin bozorga olib chiqib sotib, moddiy daromad ko'ramiz o'rtoqlar. Xo'sh, baliq tez katta bo'ladi, ozuqasi oson, yetishtirish oson, ortiqcha mehnat talab qilmaydi, ortiqcha suv talab qilmaydi. Xo'sh, kimda-kim qiziqadigan bo'lsa, videoning tagida telefon raqamlarini qo'yib qo'yaman. Sahran qissalaring Telegramda ilon baliq degan kanalni ochib qo'yganman. O'tib olib bemalol silkasiga ulab olishlaring mumkin. Kanalga ulab olishlaring mumkin o'rtoqlar. Xo'sh, baliqni qanday boqamiz? Uy sharoitida qanaqangi joy bo'lishidan qat'iy nazar, hovuz qilib, salafanmi, bassenmi, betondan qilasizmi, toshdan qilasizmi, loydan qilasizmi, farqi yo'q. Suv chiqib ketmasa bo'ldi. Tanasi so'l bo'lib, suv bo'lib tursa bo'ldi. Yashaveradi o'rtoqlar. Joyingizga qarab baliq tavsiya qilaman. Shuncha joyim bor desangiz, aka shuncha baliq oling deb bemalol tavsiya qilishim mumkin. Xo'sh, kattaroq joyingiz bo'lsa, ona baliqni ham beraman, ona baliq bilan ota baliq beraman. Ikkalasidan qo'shtirib bora olsangiz ham bo'laveradi. 1 yilda 2 marta o'zidan nasl oladi, o'zidan nasl qoldiradi. Bozordagi tan narxi ham hozirgi kunda boshqa baliqlarga nisbatan qimmatroq. Kimda-kim qiziqadigan bo'lsa, manzillarni tushuntirib o'tdim. Telefonni uncha-ham joy ko'tarinman, bemalol kelib, xo'sh, baliq o'rgangani keldi desalar, birovlar haydab yormaydi. Eshigim doim ochiq, xonadonim doim ochiq, xudo xolasa. Xo'sh, baliqning mustahkamligini, baquvvatliligini sizlarga bir tarafdan kuzatib beradigan bo'lsam, atrofingizda so'rab surishtirsangiz ham bo'laveradi. Bo'lmasa, mana ko'rib turganingizdek, mana shu baliqni andatira yeb ketgan o'rtoqlar. Mana, andatira sukalamish deyiladi. Sukalanishi tishlagan mana. Og'zi, pastda og'zini yarmi, ko'zini bir tarafi yo'q. Noyabrdagi holat. Men qani nima bo'lar ekan deb shuni atayina shuni alohida bitta baliqlar ichiga tashadim. Qani nima bo'lar ekan deb. Jonivor lekin hozir ham tirik. Ko'rib turganlaringda mana baquvvat, baliq o'ta ham baquvvat. Suvsizlikka 3 kun 4 kungacha chidaydi, tanasi ho'l bo'lib tursa bo'ldi. Oziqlanishi o'rtoqlar bir kunda bir mahal ovqat bersangiz bo'ladi. Harakat kamligini hisobiga o'zi tez katta bo'ladi. Boshqa baliqlarga o'xshab suzib yurolmaydi. Mana shu ko'rib turganlaringda mana shu holatda ovqat yeydimi? Bo'ldi. Shomda ozgina aylanib qo'yadi ovqatlanish uchun. Oziqalariga keladigan bo'lsak, mayda qurt-qumursqalar, chuvalchanglar, baqalar, qo'yinki suvda yashaydigan jamiki narsalar yuradi. Qo'shimcha qilib bularga tovuq jigari, o'pkasi, qora taloqni bersangiz bo'laveradi. Achigan, hidlangan bo'lmasa bo'ldi, yeyveradi bemalol. Kimda-kim qiziqadigan bo'lsa, mana uy sharoitida baliq boqishni eng zo'ri ilonbosh. Bozorga olib chiqib sotish ham ilonbosh o'rtoqlar. Bozor bo'yicha defitsit, kamdan kam. Masalan, oq baliq, sazan bozor bo'yicha 80%, 90% bo'lsa, 10% ilonbosh chiqadi. Chiqsa, sababi kam baliq. Go'shti o'ta ham mazali. Buni bilsalaring o'sha katta-katta ishlaydiganlar, o'sha katta-katta mansabdor, amaldorlar saraz kelsa, ilonbosh bormi deydi baliqxonada. Sababi baliq shirin. Laqa ham shirin, endi laqa endi u boshqa mavzu. Hozirgi kunda mana ilonboshni sizlar nazar qilib boqinglar. Ertaga daromadini, foydasini ko'rasizlar, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.